Assalomu alaykum. Yana bir Allohning bergan bir kun tong otdi. Alhamdulillah, shukrlarga yetkazganiga shukr. Mana ertalab tong otyapti. Ilohim hammamizni tong ottirsin hammamizga, ilohim. Bomdod namozini o'qib, mana sekin aylanib, ozgina прогулка qilamiz. Mana mashinalar turibdi, bolalarniki, meniki. Xudo xolasa bu Umidniki. Bu meniki. Men oldim shu mashinani. Bu yoqda bolalarniki. Xayrlaniki. Dilshodniki. Mana tong otyapti dushanba. Allohning kuni. Mana tong otib. Men mashina ham o'zimizni bolalarniki ekan-ku. Jo'lon beribdi. Jo'lonning kompaniyasiniki. Oldingi kompaniyamniki. Shu kompaniyadan olganman. Bu ham yangi ekan. Omadini bersin. O'sha yerdan. O'tda oldi mindik biz ham listga olib. 3 yil, 4 yil mindik. List bo'lmasa ekan. Faqat shu pulingizni olar ekan. 30 ming pulim ketdi bilasiz. To'g'ri. Yiliga 10 mingdan hisoblayvering. Bekorga oqib ketdi. Ya'ni buni endi o'zimga oldim. O'zimga qoladi pulini to'lasam 48.500 xudo xolasa. O'zimga qoladi. Men uni olib qololmadim bilasiz. Yana 30 ming to'laysan dedi. Pashshol dedim. Ertalab zo'rda ochiq havo, toza havo mana maza. Tong otyapti. Tong otish yaxshi. Tong otganga yetganlar bor, yetmaganlar bor do'stlar. Xudoga shukr qilinglar tong otib turganinglarga. Million puli bor. Zavodi bor. Bolalar o'lib ketdi. Tong ottira olmay. Joy jannatda bo'lsin. Oxiratini obod bo'lsin. Mana Allohga shukr. Shoboda bo'lyapti maza. Kun issiq ketyapti. Kecha men mashina bizlarning eshik ustida turuvdi. Kim olgan ekan buni? Porni zatin o'tib tashlabdi. Mana voy shoboda kayf. Alhamdulillah. Hammalarga New Yorkdan, Bruklindan 5 bo'lyapti. Ertalabki 5 AM